Assalomu alaykum, Cherry Urganch obunachilarimiz. Sizlarga zo'r yangilikimiz bor. Yana bugundan 7 Pro Premium avtomobillarimizni propan ustanovkasi bilan qilib bertiribmiz. Lekin mashinalarimizni soni chegaralangan bo'ladi. Endi avtomobilimizni narxini keladigan bo'lsak, 344 million 900 ming so'm tashkil etib turib, sizlar naqd olaman desangizda 25 millioncha foydasi bor. Bu degani 320 million 345 lik mashinani olib kelsangizlar bo'ladi. Bundan tashqari 344 million 900 ni o'zidan xohlasangizlar 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash bor. Xohlasangizlar imtiyozli kredit bor, xohlasangizlar leasing, xohlasangizlar pritsiyani o'zlaringizga qaysi qulay keladigan variant bo'lsa, har xil tartibda xarid etsangizlar bo'ladi. Endi mashinamizning xarakteristikasini to'xtaladigan bo'lsak, 1.5 turbo motor bo'ladi, 147 ot kuchi, bilasizlar, bu уже restyling 26 versiya. Buni korobkalari o'zgargan, robot korobkada keladi. Bu yanada avtomobilni yoqilg'i sarfini kamaytirish maqsadida motor korobkani umrini uzaytirish maqsadida 26-yil restyling versiyalarimizda o'zgarib kelgan bo'ladi. Endi yoqilg'i sarfidan o'tdik. Yoqilg'i sarfini to'xtaladigan bo'lsak, avtomobilimiz shahar yeridan 8-8,5 litr o'rtacha yoqilg'i sarf etadi. Trassa rejimida esa 5,5-6 litr o'rtacha yoqilg'i sarf etadi 100 km. Bundan tashqari avtomobilimiz eko, komfort, sport 3 xil rejimda harakatlanib ham biladi. Ustlari otsangovni, zanglamaydi, tushirmaydi materiali, ko'rib turganlaringizdek 3D dizayndagi oblisovkalar, keyin 8 Pro 2dan faralar bilan jihozlangan. Unutmanglar, bu 7 Pro Premium avtomobilimiz, ikkinchi pozitsiyasi ya'ni. 18 razmerli konni diskalar, beskulchoy do'stliklari, koja salonlari, obogrev sideniyalari, panorama lyuki, cruise control, двухзонный klimat kontrol, telefon bespроводной, 360 gradus kamerasi va yana ko'pgina zamonaviy funksiyalardan iborat bo'ladi. Даже monitorlarimiz ko'rib turibsizlar, uzviy bog'langan bo'ladi. Bu xohlasangizlar o'zbek tilida, xohlasangizlar rus tilida bemalol qo'yib ishlatsangizlar bo'ladi. Mashina ADM Jizzax zavod hisoblanadi. Rasmiy 5 yil 150 ming kilometr garantiya bilan beriladi. Garantiya bilan berilgandan keyin o'zlarimizda servis xizmatlari bor. Bemalol kelib turib, mashinani o'zlarimizda servis xizmatlarimizdan foydalanib ketsangizlar bo'ladi. Garantiya asosida. O'rta xatolarni ko'rsangizlar ham keng bo'ladi orqa sideniyasi. Bemalol 3 kishi yonma-yon o'tirib, uzoq yerga ketami, harakatlanib ketsa bo'ladi. Orqa faralarimizni ko'rib o'tsak, uzviy bog'lanib ketgan bo'ladi. Elektronli bagajniklarimiz, mana elektroprivodli bo'ladi, elektronli ochiladi, elektronli yopiladi. Bu yana qoraytirilgan bo'ladi. Restyling versiyalarining farlari qoraytirilgan, linzoviy optika, qizil optika bilan jihozlangan bo'ladi. Salon ichini qisqacha e'tibor berib o'tsak, sideniya pamitlarimiz bor, yana ko'rishlaringiz mumkin. 3 kishiga mo'ljallangan. Keyin aynani regulirovka etadigan knopkalarimiz xrom bo'ladi, xromirованный. Bu narsani bilasizlar, umri uzoq bo'ladi, o'chib ketmaydi mashinada, hech qanday rangini, tusini o'zgartirmaydi. Elektrousилительный rullari, telefon bespроводной, podstakannik, borlarında холодильники, skorost rычагларына e'tibor berasizlar. Bu restylinglарdan shundan xrustyanli keladi, skorost rычагlarimiz. Keyin ruchnoy tormozlarimiz elektronli, avtoholdi, 360 kameramizning knopkasi, monitor настройкаларimiz, zvuk управленияlarimiz shu borovik konsolimizda joylashgan bo'ladi. Keyin aytib o'tganimizning katta panorama lyuk bor. Bundan tashqari ochki qo'yadiganlargacha bor. Bellarni ko'rib turibsizlar, aquaprintlarini bu karbonoviy stilda ishlangan bo'ladi. Obshivkalarimiz koja bilan qoplangan, torpedalarimiz, oldingi qismlari, keyin eshik obshivkalarimiz ham polniy kojamli qoplangan bo'ladi. Pastki qismlari plastik bo'ladi, lekin plastikning sifati yuqori darajasi bo'ladi. Endi bilasizlar, ko'pgina hozir Xitoy mashinalari yurtimizga kiritgan, lekin shularning orasida Tiggo 7 Pro avtomobilimiz to'liq sinovdan o'tib bo'lgan. Avtomobilimizda to'liq texnik xizmatlar ko'rsatiladi va zavod garantiyasi asosida xarid etib olsangizlar bo'ladi. Hammangizni Xiva Kurukandagi Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Xohlasangizlar to'liq ma'lumot uchun pastda nomerlarni ko'rib qo'yamiz, shular bilan bog'lansangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.